بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. İhtikar ve onun zararları. İnson shariati islomiya bo'yicha yashaydigan bo'lsa, shu dunyoni o'zida saodat topadi, xotirjamlik bilan yashaydi va oqibatda Robbisi subhanahu va taoloning jannatiga ega bo'ladi. Shariatga amal qilgan odam xotirjam yashaydi, hayoti osuda bo'ladi dedik. Shariatga amal qilgan odam boy bo'ladi demadik. Odamlarni kallasidagi asosiy g'am mana shu dunyo matohi boylik bo'lib qolganligi uchun, hayotda oldiga qo'ygan maqsadlari noto'g'ri bo'lganligi uchun inson hech qachon bu dunyoda saodat topa olmaydi. Maqsad boy bo'lish emas, shuninglar. Alloh taolo bandalarning rizqini o'zi taqdir qilgan. Kimi rizqini keng yozgan, kimikini tang qilgan, kimni boy bo'lishini xohlagan, kimni faqir yashashini xohlagan. Tushunarlimi? Boylik maqsad emas. Shuni to'g'ri tushunaylik. Pulni birov yomon demayapti. Pul bo'lgani yaxshi, kambag'al bo'lgandan boy bo'lgani yaxshi, lekin maqsad emas u. Ana shu topilayotgan boylikdan maqsad nima? Boy bo'lishdan maqsad nima? Xotirjam, bekami ko'z, osoyishta, qalbi osuda yashashmi? Endi savol. O'sha pulni topmaganlari qalbi osuda bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha pulni topganlarda hammasi ham qalbi osuda, osoyishta yashayaptimi? Insonning hayotdagi saodat bilan kun kechirishi, osoyishta, bexavotir, xotirjam, kami ko'zsiz yashashligi iymonga bog'liq, taqvoga bog'liq, solih amalga bog'liq. Pul bo'lsa changalda sho'rva. O'sha changalda sho'rva bu degani невозможный degani-da. Suvni ushab bo'lmaydi. Puling bo'lsa suvni ham bekarlarda aytibsan. Tupurgini yutolmay qolasan. Bir xo'plagan choying o'ldiradi seni. Birodarlar, pul hal qilmagan narsani, pul hal qila olmagan narsani katta pul bu ham bekarchi gap. O'zi boy bo'lishdan maqsad nima edi? Biz aytayotgandek, hayotda saodat topish, osoyishta yashash. Endi bu narsa agar faqat pul bilan bo'lganida Alloh taolo rizqini tang qilib yozgan bandalarga zulm qilib qo'ygan bo'lardi. Hashalillah, Alloh hech kimga zulm qilmaydi. Kimdir taqdirini boy bo'lishi deb yozgan bo'lsa, uni majbur baxtli qilib qo'ygan bo'lar edi. Endi kimdir kambag'al deb yozgan bo'lsa rizqini, uni majbur baxtsiz qilib qo'ygan bo'lar edi. Shuning uchun avvalambor shu bolalarga endi bir oq qorani ajratib qo'ygan paytda mana bu o'lchov tushunchasini tuzatib qo'yishimiz kerak. Bolam, hayotda saodatli hayot kechirishni xohlaymiz. Bekami ko'z, birovga muhtoj bo'lmay, lekin bu narsa faqat pul bilan bo'lmaydi. Pulni birov yomon demayapti. Pul bo'lgani yaxshi, kambag'al bo'lgandan boy bo'lgani yaxshi, lekin maqsad emas u. Inson faqir bo'lib turib ham saodatli hayot kechirishi mumkin. Ihtikor nima? Ihtikor harom. Nima u ihtikor? Odamlarni kundalik ehtiyoj mollarini yig'ib olib, qimmatlaganda sotaman deb ushab turishlik, monopoliya qilishlik ihtikor deyiladi. Bu harom. Yog', go'sht, un, mana hozirgi kunda ko'mir. Odamlarning mana shu ko'mirga bo'lgan ehtiyoji bo'lib turganda, o'tinga yoki yoqilg'iga, odamlar shu ehtiyojidan foydalanib turib, 2 kun sotmasdan, 3 kun sotmasdan turib, shart 10% qo'yib qo'yishlik harom. Xususan mana bizda hozir go'sht bilan ko'mirning narxi sun'iy ravishda ko'tarilib ketayotganligiga guvoh bo'lanyapti. Ihtikor demak xalqqa kerak bo'lgan oziq-ovqatni yoki boshqa bir zarurat bo'lgan molni
to'plab, yashirib, berkitib, narxi ko'tarilganda sotaman deyish ixtikor deyiladi. Bu harom amal. Bu yerdachi iPhone ixtikorga kirmaydi, chunki hammaga kerak emas iPhone. Lexus tomon 25-yilgisini to'playapti. U ixtikor emas, usiz ham odamlar kuni o'taveradi. Ixtikor deb turib, insonlar uchun birinchi darajada zarur bo'lgan mollar. Xo'p, demak, muhtakir odam, ixtikor qilayotgan odam ataylab ushlab turadi narx-navoni ko'tarish uchun, molini sotmasdan. Bu harom. Chunki kambag'al va muhtoj odamlarga zulm qilinyapti. Va bu muhtakir odam, ixtikor qilayotgan odam qalbi qorayib ketadi. Jamiyatda rahm shafqat degan narsa yo'qoladi. Qimmatchilik bo'ladi, buzg'unchilik bo'ladi. Tushunarlimi? O'sha unda 10 so'm sotayotgan odam monopoliya qilib oldi, to'plab sotmayapti-da, 12 so'mdan sotishni boshladi. Shu 2 so'm ustiga qo'yib foyda qilyapman deb o'ylayaptimi? O'zi aslida payg'ambarimiz aytganlar. Olib kelayotgan odam rizqlangan, muhtakir, ixtikor qilgan odam la'natlangan degan. O'sha ozroq rozi bo'lib xalq bergan, ozroq foydada baraka bo'ladi, xayriyat bo'ladi. Ixtikor Qur'onda qoralangan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida qoralangan. Astagfirullah. Va la tabkhasun nasa ashya'ahum va la ta'thaw fil ardi mufsidin. Hud surasi. Odamlarning narsalarini urib qolmanglar va yerda buzg'unchilik bilan sanqib yurmanglar. Waylul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun va idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ha, bu oyat tarozidan uruvchilar haqida aytilgan bo'lsa ham, lekin mana shu narx-navo, tarozi, narx orqali odamga zulm qiladigan hammaga om bo'lib joriy bo'laveradi. Ixtikor. Ixtikor tushunarlimi? Monopoliya. Ya'ni shaharga keladigan unda hammasini bitta odam qo'liga olgan, narxni bitta o'zi belgilaydi. Bu mumkin emas. Agar bozorda ochiq raqobat bo'ladigan bo'lsa, el faqat yutadi. Biri 5 so'm arzonroq solsa, ikkinchisi 7 so'm arzon qilib qo'yadi. Meni molim ketsin deydi. Qarabsizki, el yutadi. Konkurensiya bo'lish kerak. Agar bitta odamning qo'liga jamlanib qoladigan bo'lsa, bo'lmaydi bu. Payg'ambarimiz aytadilar, Imom Muslimni sahihlarida kelgan hadis, la yahtakiru illa xotiun. Ixtikorni faqat gunohkor odam qiladi, xatokor odam qiladi. Yana bir hadislarida man ihtakara ta'aman 40 laylatan faqat bari'a minallohi ta'ala va bari'a Allohu ta'ala minhu. Kim 40 kun davomida oziq-ovqatni ushlab tursa, ya'ni qimmatlaganda sotaman deb ushlab turgan bo'lsa, u odam muhtakir, Allohdan uziladi, Alloh ham undan uziladi. Imom Ahmad rivoyat. Kim 40 kun davomida taomni ushlab tursa sotmasdan, endi haligi skilatga bosib qo'ygan 1 yil sotilishi mumkin, boshqa narsa. Bu yerda sotilishi kerak, el muhtoj bo'lib turibdi, ushlab turibsiz atay. Ozgina qimmatlaganda sotaman deb. Yana bir hadisda payg'ambarimiz aytadilar, al-jalibu marzuqun val muhtakiru mal'unun. Molni jalb qiluvchi, ya'ni yangi molni bozorga olib keladigan odam rizqlangandir. Olib keladi, sotadi, yana olib keladi, sotadi, elni ta'minlaydi. El muhtoj bo'lgan mol bilan, ovqat bilan, boshqa narsa bilan. O'sha olib kelayotgan jalb qiluvchi rizqlangan, ixtikor qiluvchi esa la'natlangan. La'nat odam bo'ladi bu odam. Puli ko'p bo'lsa ham la'natlangan bo'ladi. Puli milliard bo'lsa ham la'natlangan bo'ladi. Binobarin hayoti dunyoni o'zida rasvo bo'ladi. Demak, bu hadislardan siz bilan biz ixtikor qanchalar og'ir gunoh ekanligini bilib qo'yaylik. Nima uchun islomda ixtikor harom qilindi? Chunki ixtikor qilayotgan odam xalqning muhtojligidan foydalanadi. Narx oshgandan xursand bo'ladi. Narx oshishligi hech qachon kambag'al odamga yoqadigan narsa emas. Undan tashqari o'zini manfaatini bunaqa odam elni manfaatidan ustun qo'yayotgan bo'ladi. Yana buni ishi
rahmdillik, insof degan narsaga to'g'ri kelmaydi. Muhtakir odam, narx-navoni ko'tarilganda sotaman deb tovarda sotmay turgan odam Alloh taoloning rahmatidan tashqarida bo'ladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man la yarhamin nasa la yarhamuhulloh." Odamlarga rahm qilmaydigan insonga Alloh rahm qilmaydi. Ya'ni yer yuzidagi odamlarga rahm qilmasak, Alloh taolo siz bilan bizga rahm qilmaydi. Enachi o'sha tovarni to'plab qo'yib, kutishlik darajasidagi odam, demak, ancha boy odam bo'ladi. To'g'rimi? O kambag'al bir qop unda olib kelib, yevogacha ikkinchisini ola olmaydi. Endi u vagon unni, shakarni, yog'ini tushirib qo'ydimi? Demak, boy odam. Bu uyalish kerak bu odam o'zi aslida. Islomda birodarlar, savdogarlik agar niyati to'g'ri bo'lsa savdogarda, qilayotgan amali sunnatga, shariatga muvofiq bo'lsa, shu savdo ibodat bo'ladi. Qaytarib aytamiz. Savdogarning qilayotgan savdosi da niyati to'g'ri bo'lsa, qilayotgan ishi sunnatga, shariatga muvofiq bo'lsa, bu savdogarning ishi ibodat deyiladi. Chunki odamlarga non olib kelyapti, yog' olib kelyapti, odamlarning ehtiyojini qondiryapti. At-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin va siddiqin va shuhada. Payg'ambarimiz aytdilar, savdogarlar eshitib qo'yinglar. Rostgo'y va omonatdor savdogar payg'ambarlar, siddiqlar va shahidlar bilan birga bo'ladi u dunyoda. Payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar, inson zotining eng oliy birinchi uchtasi. Payg'ambar, siddiq va shahid. Demak, oson emas ekanda bu ishchi. Modomiki eng ulug' insonlar bilan birga qiyomatda turadigan bo'lsa, demak, shu ishga olib boradigan bu amal oson emas ekanda. Shuning uchun Alloh taolo siz bilan bizga va ta'awanu alal birri va taqvo deb buyurgan. Yaxshilik va xayriyat yo'lida bir-birlariga hamkor bo'linglar. Va la ta'awanu alal ismi val udwan. Gunoh, adovat, dushmanchilik ishlarida bir-birlariga yordam bermanglar deydi. Agar biz mana shunday bir ixtikor qilib, xalqni sun'iy ravishda narxlarni ko'tarib qiynaydigan bo'lsak, biz xalqqa zulm qilgan bo'lamiz. Musulmonlarga zulm qilgan bo'lamiz. Ana shu zulmga uchrab turgan musulmonning bittasi qo'lini ko'tarib, Parvardigor, mana shu ishga sabab bo'lganlarga o'zing jazoni bergin desa, payg'ambarimiz aytganlar, ittaqi da'vatal mazlum. Mazlum odamning duosidan taqvo qilinglar, qo'rqinglar. Fa innaha laysa baynaha va baynallohi hijabun. Chunki uni duosi bilan Allohning o'rtasida parda bo'lmaydi. Boshqa hadislarida agar zulm ko'rgan odam, mazlum odam kofir bo'lsa ham shu odamning duosidan qo'rqin. Kofir bo'lsa ham zulm ko'rib duo qilyaptimi, uni duosini ijobat qiladi deydi. Shuning uchun monopoliya qilib olgan, el uchun zarurat bo'lgan oziq-ovqat moddalarini, zarurat mollarini sun'iy ravishda narxini ko'tarayotganlar nazarida yutyapti. Moncha ko'mir sotardim tonna deyapti, 1000 tonna. 5 so'mdan qo'shib qo'ysam moncha foyda qilaman ekan. 5 so'm qo'shyapti. O'sha 5 so'mdan moncha 1000 tonna, moncha foyda topdim deydi, o'zi aslida foyda topgani yo'q. Demak, birodarlar, esdan chiqarmaylik. Adolatli bo'lish barakaning sababi. Zulm qilish halokatning sababi. Ixtikor adolatning yo'q bo'lishiga, zulmni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ixtikor barakani yo'q qiladi, halokatni olib keladi egasiga. Alloh azza va jalla siz bilan bizga mana shu ixtikordan uzoq bo'lishiga tavfiq bersin. Xususan oziq-ovqat mahsulotlari bilan savdo qilayotgan birodarlar, Allohdan qo'rqishimiz kerak. Go'sht sotayotgan qassoblarimiz yoki ko'mir sotayotgan shu bir ko'mirpurushlar Allohdan qo'rqsin. Nazarida katta foyda qilmagan bo'lsa ham, nazarida ozroq foyda qilgan bo'lsa ham, o'zi aslida ixtikorsiz qilingan mana shu ozgina foydada baraka bo'ladi. Baraka ko'p degani emas. Oz bo'lib turib ham uni ustida ilohiy xayriyatning nima bo'lishi? Davomiy bo'lishi.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.